Assalomu alaykum. Bu videoda sizga rus tilini 10x tezroq o'rganishingiz uchun 3 ta qadamni ko'rsataman. Shuning uchun bu videoni diqqatliroq ko'ring agar siz rus tilida razgovor qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz. Videoni boshlashdan oldin qisqacha o'zimni tanishtirsam, ismim Nurshida Qurbonova, rus tilini o'rgatish bilan 6 yildan beri shug'ullanaman. Shu kungacha 4,5 mingdan ortiq insonlarni qisqa vaqt ichida rus tilida erkin va ravon gapirish darajasiga olib chiqaman. Да, курс был просто супер. Мне очень нравилась тактика учителей. И они отвечают все вопросы и исправляют наши все ошибки. И за 40 дней и добилась результата. Я очень рада, что участвовала онлайн-курс русского языка Нуршиды Курбановой. У них есть особые методы, которые помогают разговаривать на русском языке быстро и легко. Спасибо вам большое. Shu kungacha rus tilini o'rgatish bo'yicha 10 dan ortiq kitoblar muallifiman va rus tili 40 kunda kurs asoschisiman. Ko'pchilikda savol tug'iladi, rostdan ham 40 kunda rus tilini o'rgansa bo'ladimi? Ha, albatta o'rgansa bo'ladi, agar siz fokusni faqatgina razgovorga qaratsangiz. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, razgovorda qo'rqmasdan gapirish nomli video darsligimni qo'lga kiritasiz. Hozir men sizlarga pulli kurslarimda beriladigan ma'lumotlarni men sizga bepulga beraman. Shuning uchun diqqatliroq ko'ring. Men sizga 3 ta qadamni o'rgataman. Bu videodan keyin siz rus tilida razgovorda muloqot qilish darajasiga chiqasiz. Hozir siz bilan rus tilini o'rganishda ko'pchilik qiladigan xatolar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik birinchi navbatda rus tilini o'rganishni so'z yodlashdan boshlaydi, lekin ularni so'z yodlaydi, qayta takrorlab yodlaydi, ko'p vaqtini sarflaydi, lekin o'zida hech qanaqa natija sezmaydi, sababi ularni razgovorda qo'llamaydi. Vaqt o'tgandan keyin men rus tilini o'rgana olmayman degan fikrga keladi va yana to'xtab qoladi. Ikkinchi siz qiladigan xato men grammatikani o'rganishim shart degan fokus bo'ladi. Ko'p kursga borsangiz ham sizga birinchi navbatda ular grammatikani o'rgatishadi. Men sizga maslahat bergan bo'lardim. Birinchi rus tilida razgovor qilmoqchimisiz, grammatikasiz o'rganishi nima sababdan bunaqa deyapman? Siz hamma narsani o'rganib olganingizdan keyin ham gapirayotganingizda xato gapirasiz. Birinchisida ham xato gapirasiz, ikkinchisida ham xato gapirasiz, uchinchisida ham xato gapirasiz. Lutchi birinchi darsdanoq siz rus tilida gapirishni men sizga tavsiya qilaman. Nima uchun bu kerak? Birinchi navbatda siz men rus tilida gapiryapman degan o'zida ishonch hosil bo'ladi va men buni o'rgana olaman, meni qo'limdan keladi degan ishonch hosil bo'ladi. Razgovorda siz qiladigan uchinchi xato bu gap tuzmaslik. Agar siz so'zlarni bilsangiz, lekin ularni razgovorda ishlata olmasangiz, bir-biri bilan bog'la olmasangiz, hech qachon razgovorga chiqa olmaysiz. So'z yodlayapsiz, o'zingizda uni razgovorda qo'lla olmayapsiz. Ikkinchisi sizda bo'ladigan narsa grammatikani o'rganmayapsiz, uni razgovorda ishlata olmayapsiz. Uchinchisi gap tuza olmayapsizmi? Sizda mana shu hamma narsa bir bo'lib, sizda hafsalangiz tushib ketadi. O'rganishni boshlayapsiz, natija sezmayapsiz, harakat qilyapsiz, bo'lmayaptimi? Miya o'ylaydiki, men o'rgana olmayman, men qila olmayman degan fikr kelganingizdan keyin siz ming zo'r usullar ish berishni bilsangiz ham siz u narsani qilmaysiz. Shuning uchun men sizga eng zo'r tavsiya qiladigan narsam birinchi navbatda to'g'ri metoddan o'rganish kerak bo'ladi. Agar siz to'g'ri metoddan rus tilini o'rganadigan bo'lsangiz, birinchi darsdan siz rus tilida gapirishni boshlaysiz, birinchi darsdan o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortadi va kam vaqt sarflab qisqa vaqtda siz rus tilini o'rgana olasiz. Men ham xuddi sizga o'xshab o'zbek maktabida o'qiganman, o'zbek sinfida o'qiganman. Men o'ylamaganman rus tili bu darajada menga kerak bo'ladi deb, lekin Toshkentga kelganimdan keyin hamma joyda deyarli rus tilida muloqot qilishadi. Kafega kirsangiz ham ofitsiant ham rus tilida gapirishadi. Katta joylarda, mashhur joylarda asosan servis rus tilida olib boriladi. Agar siz o'zingiz darajangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, yangi nuqtaga, yangi etapga chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga rus tili kerak bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda rus tili o'zi aslida qiyin emas. Rus tilini o'rganish oson, faqat to'g'ri metodikada, to'g'ri metodlar bilan o'rganish kerak. Toshkentda juda ko'p o'quv markazlariga borganman. Razgovor kursi deyiladi, lekin ichida grammatika o'tiladi. Kursga borsam ham 2 oyda, 3 oyda men o'zimda hech qanaqa o'zgarish sezmaganman. Shuning uchun men xohlaganman ko'proq rus tilida muloqot qilish, meni natijaga olib chiqishini sezganman. Shu sababli Rossiyadan onlayn kurs sotib olib o'qiganman. Va qisqa vaqtda xohlaymanmi yo'qmi, oddiy so'zlarni ham nima ekanligini menga rus tilida tushuntirib bergandan keyin xohlaymanmi yo'qmi, har kuni men davomiy shug'ullanganimdan keyin menda qisqa vaqtda razgovor chiqishni boshlagan. Agar sizga ham qanaqa texnikalardan foydalanib razgovorga chiqqanim qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun
man sizga tushuntirib beraman. Agar sizga kimdir rus tilida savol bersa, javob beradigan vaqtingizda a qo'shishim kerakmi, ye qo'shishim kerakmi deb o'ylab o'tiradigan bo'lsangiz, bu narsaga juda ko'p vaqt ketadi. U odam ham, savol bergan odam ham sizni rus tilida yaxshi bilmaydi ekan degan fikrga keladi. Shuning uchun birinchi navbatda ko'proq men sizga shablon orqali rus tilini o'rganishni tavsiya qilaman. Bugungi darsda siz bilan bularni ko'rib chiqamiz. Hozir sizda savol tug'ilgan bo'lishi tabiiy. Grammatikasiz men rus tilida qanaqa gapirishim kerak? Bitta narsani yaxshilab tushunib oling. Agar siz ko'proq fokusingizni grammatikaga qaratadigan bo'lsangiz, rus tilida hech qachon gapirib keta olmaysiz. Bu narsani o'zimda qo'llagan holatimda, o'zimning tajribamdan o'tkazganim bo'yicha sizga maslahat beryapman. Birinchi siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa ko'proq razgovorga fokus qaratish. Agar siz grammatikani yaxshilab o'rganib olganimdan keyin gapirishim kerak degan fikrda bo'ladigan bo'lsangiz, hech qachon rus tilida gapirib keta olmaysiz. Men sizga maslahat bergan bo'lardim, shablonlar bo'yicha rus tilida gapirish o'rganish. Agar sizga kimdir кто ты yoki кто вы deb savol beradigan bo'lsa, sizga savol ты yoki вы deb berilyaptimi, avtomat javob ya bo'lishini bilishingiz kerak. Keling, hozir sizga gap nima haqida ketayotganini yaxshiroq tushunish uchun darsni doskada tushuntirib beraman. Rus tilini razgovor qilib, ko'proq rus tilida muloqot qilib o'rganish nima degani, hozir bu narsani siz bilan darsda ko'rib chiqamiz. Keling, qarang. Bu so'zni o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Как вас зовут yoki как тебя зовут. Buni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, bizga ko'pchilik aytadi, ismingiz nima deb o'zbek tiliga tarjima qilishadi, lekin buni tarjimasi boshqacha. Ya'ni sizni, vas bu sizni, тебя bu seni. Как вас зовут yoki как тебя зовут bu o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Sizni yoki seni qanday chaqirishadi. Endi biz bu narsani o'zbek tiliga tarjima qilsak, ismingiz nima deb javob beradi. Ko'pchilik aytadi, меня зовут Dilshoda deyish o'rniga ya zovut Dilshoda deb javob berishadi. Siz imenda mana shunaqa xatoliklar qilmasligingiz uchun sizga bu yerda shablonoviy javob berishlar kerak bo'ladi. Qarang, vas yoki тебя deb savol berilyaptimi? Javob berishda avtomat shu narsani biling, меня deb javob berishingiz kerak. Ya'ni savolda vas, тебя kelyaptimi? Javob berishda avtomat siz меня deb javob berishingiz kerak. Меня. Va zovut fe'li keladi. Undan keyin zovut Dilshoda. Bu sizni esingizda qolsin. Doim savolda, agar savolda vas yoki тебя so'zi bormi, javob berishda меня deb javob berasiz. Bu nima deyiladi? Savoldan siz shablon uchun javoblar yurib olishingiz kerak bo'ladi. Agar sizdan yana savol berishi mumkin, сколько вам лет? Yoki сколько тебе lет? Endi qarang. Biz buni o'zbek tiliga tarjima qilganimizda necha yoshdasan deb beramiz, lekin javob berayotganda men deb javob beramiz, lekin rus tilida unaqa emas. Mana bu вам yoki тебе ni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, вам sizga degani. Тебе senga degani. O'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsangiz, sizga yoki senga necha yosh deb tarjima qilinadi. Javob berayotganingizda qarang. Savolda sizga вам yoki тебе deb kelyaptimi, avtomat javob bo'lishi kerak. Menga degan javob berishingiz kerak. Menga. Undan keyin siz yoshingizni qo'yasiz. Keyin keladi год, года, год, года, lет. Eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa nima bu yerda? Agar sizga сколько вам yoki сколько тебе лет deb javob beryaptimi, agar savolda вам yoki тебе bormi, siz javob berishda avtomat мне deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin yoshingizni qo'yasiz, necha yoshdaligingizni. Bo'lishi mumkin 23 года. Hozir sizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin, qachon gод ishlatiladi?
qachon goda, qachon let ishlatiladi. Sonni oxiri agar bir raqami bilan tugasa, biz gод ishlatamiz. Misol uchun 41 gод. Agar sonni oxiri 2, 3, 4 raqamlari bilan tugasa, goda ishlatamiz. Misol uchun 42, 43 года. Qolgan holatlarda let ishlatamiz. Misol uchun, мне 11 лет. Yoki bo'lsam, мне 40 лет. Eslab qo'ying, agar sonni oxiri 1 bilan tugasa god ishlatiladi, 2, 3, 4 raqamlari bilan tugasa goda ishlatiladi. Qolgan holatlarda let ishlatamiz. Hozir sizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun 11 oxiri 1 bilan tugamaydimi? Da, o'zbek tilida biz 1 deymiz, lekin rus tilida 11 bo'ladi. Ya'ni 1 so'zi bilan tugamayapti. Eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa bu juda ham oddiy. Faqatgina yosh aytayotganimizda emas, hamma sonlarni aytayotganimizda oxiri 1 bilan tugasa god, 2, 3, 4 bilan tugasa goda, qolgan holatlarda let ishlatamiz. Keyingi savolimizga keladigan bo'lsak, откуда ты, ya'ni qayerdan san, откуда вы, qayerdan siz. Javob berishda nima qilamiz? Savolda ты va вы savoli ketyaptimi? Javob berishda avtomat ya bo'ladi. Откуда savoli berilganda avtomat bizda is tushadi. Is. Endi qanaqa qilasiz? Bu yerda biz ozgina rodlarni tushunib olishimiz kerak. Мужской род va женский род bizga kerak bo'ladi. Agar so'z мужской родda bo'ladigan bo'lsa, biz a qo'shamiz. So'z женский родda bo'lsa, i qo'shishimiz kerak. Misol uchun, men Toshkentdanman desangiz, ya из Toshkentda bo'ladi. A qo'shamiz. Ya из Toshkentda. Men Farg'onadanman desangiz, ya из Fergany bo'lib o'zgaradi. Ya из Fergany. Ya из Fergany. Ya'ni shunda biz откуда savol berayotganda avtomat bilishimiz kerak is deb javob berishni. Undan keyin kelayotgan мужской roddagi so'zga a qo'shamiz, женский roddagi so'zga i qo'shishimiz kerak. Ты yoki вы deb savol berilganda siz avtomat ya deb javob berishingiz kerak. Keyingi savolimiz bu где ты живешь yoki где вы живете. Buni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, где bu qayerda? Ты yoki вы bu sen yoki siz, sen yoki siz yashaysiz. Ya'ni живешь bo'lsa yashaysan. Yoki yashaysiz. Ya'ni sen yoki siz qayerda yashaysan yoki qayerda yashaysiz. Bu savolga javob berayotganda nima qilamiz? Birinchi o'rinda sizda ты yoki вы savol berilyaptimi? Avtomat javob bilishingiz kerak, ya deb javob berishingiz kerak. Endi qarang. Живешь yoki живете ya holatida живу ga o'zgaradi. Ya живу. Qayerda yashaysiz? Formula qanaqa bo'ladi? Javob berayotganingizda qayerda yashashingizdan qat'iy nazar so'zlarni oldidan va predlogini ishlatasiz. Oxiriga buni мужской род deb oladigan bo'lsak, женский род deb oladigan bo'lsak, farqi yo'q, мужской родda bo'ladimi, so'z женский родda bo'ladimi, ye qo'shasiz. Men Toshkentda yashayman desangiz, где savol berilyaptimi, avtomat javob bo'lishi kerak va deb javob berishingiz kerak. Я живу в Toshkentda desangiz, в Toshkentda bo'ladi. Toshkentda. Я живу в Toshkentda. Qarang, sizga где deb savol berilyaptimi, avtomat javob kelishi kerak va kelishi kerak. Undan keyin joyni qo'yasiz, oxiriga мужской родmi, женский родmi, farqi yo'q, oxiriga ye qo'shasiz. Va Amerika bo'lishi mumkin, va Ferganya bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Endi qarang, sizga savol berilyapti, ты yoki вы deb savol berilyaptimi, siz javobda avtomat ya deb javob berishingiz kerak. Savolda kelyapti, живешь yoki живете bo'lyaptimi, ya da живу bo'lib o'zgaradi. Я живу в Toshkentda yoki в Ferganya, в Amerika.
v Moskva bo'lib o'zgaradi. Agar darsni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, men sizga bitta narsani maslahat beraman. Doimo siz savoldan javob olishni o'rganib oling. Savolda nima savol beryapti, o'shanga qarab javob berishingiz kerak. Misol uchun, где deb savol berilyaptimi, siz avtomat sizni hayolingizga kelishingiz kerak va predlogini qo'yishingiz kerakligi. Ya'ni va живете, где deb savol beryaptimi, va Fergane, в Tashkent degan narsa hayolingizga kelishi kerak. Sizga T yoki V deb savol berilyaptimi, avtomat sizda bo'lishi kerak, ya degan javob bo'lishi kerak. Undan keyin qolgan so'zlarni qo'yib ketaverasiz. Ya'ni birinchi navbatda siz rus tilini endi razgovor qilishni o'rganayotgan bo'lsangiz, fokus qaratishingiz kerak bo'lgan narsa mana bu savollardan javob yulib olish. Agar sizga vas deb savol beryaptimi, avtomat javob bo'lishi kerak, меня degan narsa hayolingizga kelishi kerak. Вам deb savol beryaptimi yoki masalan тебе deb savol beryaptimi, мне degan narsa so'zni hayolingizga kelishi kerak. Mana shu narsani siz har kuni avtomat qo'llashingiz kerak. Ya'ni boshida mana shu narsaga tilingiz kelishmasligi mumkin, so'zlarni talaffuz qilishda qiynalishingiz mumkin. Agar siz ertalab bir marta, obedda bir marta, kechqurun bir marta bu so'zlarni qaytaradigan bo'lsangiz, tilingiz moslashishni boshlaydi. Da, bilaman, to'g'ri, boshida sizni tilingiz moslashmaydi, lekin siz bu narsani har kuni talaffuz qilib tilingizni rus tiliga o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Hozir siz bilan 4 xil usuldagi savollarni ko'rib chiqdik. Agar bularni eslab qola olmayotgan bo'lsangiz, men sizga hozir bitta zo'r texnika o'rgataman. To'g'risi men buni Rossiyada o'rganganman. Qanaqa qilib eslab qolish mumkin bir martada? Umuman esdan chiqarmaydigan holatga qanaqa qilib keltirish mumkin? Ertalab bir marta, obedda bir marta, kechqurun bir marta savollarni va javob berish shablonlarini takrorlang. Xohlaysizmi, yo'qmi, bu narsani qayta takrorlaganingiz sari miya o'ylaydiki, bu narsa menga kerak ekan deydi va bu narsani esdan chiqarib yubormaydi. Shuning uchun ertalab bir marta, obedda bir marta, kechqurun bir marta takrorlasangiz, miyangiz ham sekin-asta rus tilida gapirishga moslashadi. Ishga kirmoqchisiz, lekin rus tilini bilmaganingiz uchun ishga kira olmayapsizmi? Hamkasblaringiz bilan rus tilida muloqot qila olmayapsizmi? O'zingiz sohangizda keyingi etapga chiqmoqchisiz, lekin rus tilini bilmaganingiz bunga to'siq bo'lyaptimi? Hozir mana rus tili 40 kunda 12-patogonga qabul ochiq. Pastda havola qoldirdim, ro'yxatdan o'ting, siz bilan kursda ko'rishamiz. Sizga va'da qilgan razgovorda qo'rqmasang gapirish darsligimni olish uchun pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib darslikni ko'rishingiz mumkin. Agar siz men bilan birgalikda 40 kun davomida rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, men rus tili 40 kunda kursimga hozir qabul ochiq. Pastda havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz bo'ladi. 40 kun davomida har kuni sizga jonli efirlar bo'ladi. Har kuni shunaqa shablonaviy savollarni o'rganasiz, savollardan javob olishni o'rganasiz. Agar siz har bitta darsda vazifa qilmasdan agar rus tilini shunaqa ko'proq muloqot qilib o'rganadigan bo'lsangiz, avtomat hayolingizga kelgan fikrni bemalol yetkazib bera olasiz. Pastda havola qoldirdim, havolani ustiga bosib ro'yxatdan o'ting, siz bilan kurs ichida ko'rishamiz. Onlayn darslaringizni o'qib, YouTube'da ko'rib, o'rganib ishga joylashdim. Ishga kirdim, birinchi oyligim chiqdi, shuni Instagramdan ko'raman, o'sha payti to'g'ri kelganda qarang, sizni kursingiz chiqib qolyapti. Shunaqa dars o'tish, ana 3 kundan keyin boshlanadi, o'zi kam vaqt qoldi. Sras to'liq o'qiganman, kurslarni o'qidim, hozir tugatdim. Ishda hozir masalan sizlar kelsa bemalol gaplasha olaman. Super!